Assalomu alaykum qadrli do'stim. Sizni ushbu videomizda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun siz bilan Kerberos Mining boti Telegram bot haqida gaplashib o'tamiz. Bu botimizda biz nima qilamiz? Bu botimizga biz investitsiya kiritamiz va o'zimiz kiritgan pullarimizni foizlari bilan qaytarib olamiz va biz kiritgan pullarimiz aytilgan muddatdan so'ng bizning foydamizga daromad keltira boshlaydi. Masalan, bu yerda kunlik 7% kiritishingiz mumkin, 10%, 15% har xil qancha balansni ko'p kiritsangiz, shuncha foizlar yuqorilashib boraveradi. Bu botimiz shunday investitsiya qilib, rublda pul ishlaydigan bot. Endi bu botni ko'rinishi kirganingizda start tugmasini bosganingizdan so'ng xuddi shunday oyna ochiladi. Va bu yerda mana pastga tushishimiz mumkin. Открыть приложение turibdi. Shuni ustiga bossangiz, sizni xuddi shunday oynaga olib o'tadi do'stlar. Bu qanday oyna? Bu botimizning asosiy bo'limi. Ya'ni bu yerda sizni qancha pul ishlayotganingiz, bu yerda balansingiz, общий hamma narsa shu yerda ko'rinib turadi. Botni ikkita til, mana ingliz va rus tillarida ko'rishingiz mumkin. Bu yerda pastda ko'rsatib qo'yibdiki, referral sistemadan daromadni ham ko'rsatib qo'yibdi. 3 levelli referral sistemasi bor. Siz do'stingizni taklif qilsangiz 10%, u do'stini taklif qilsa siz yana 3% olasiz undan va ular ham do'stini taklif qilsa siz yana 1% olasiz. Bu yerda 3 bosqichli sistema ishlaydi. Botni bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Bot pul ishlayapti va buni bu yerdagi ikki tomonga ketgan stilkachani bosib, pullarni yig'ib balansimizga tushirib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda 18 rubl bor hozirgi paytda. Bu o'zining ichki kriptovalyutasi va bu yerdagi sonlar coinlar sizning asosiy daromadingiz hisoblanadi. Bu yerni endi mining apparatini kuchaytirish uchun minings bo'limiga o'tamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin turli mining apparatlari bor. Bu yerda 10 rubldan boshlanadi. 10 rubllik kuniga 1.33%, 50 rubllik 1.42% keltiradi kuniga. 100 rubldagi 1.53% daromad keltiradi bir kunda sizga. Bu yerda 250 rublligi 500, 2000, 2500, 5000 va oxiri 25000 rublgacha do'stlar. 25000 rubldagi sizga kuniga 5% daromad keltiradi va bundagi daromadlar sizga keladigan daromadlar foizi kam bo'lganini hisobiga bot kamida 3 yoki 4 oy ishlaydi. Siz bir oy mobaynida o'z daromadingizni qaytarib olgan taqdiringizda ham qolgan paytlarda foydaga ishlashingiz mumkin yoki do'stlaringizni taklif qilib, do'stlaringiz orqali siz zudlik bilan daromadga chiqib olishingiz mumkin ham bo'ladi. Xuddi shunday qilib bu hisobni to'ldiramiz. Bu botda hisobni to'ldirganimizdan so'ng buy tugmasini bosib istalganimizni sotib olishimiz mumkin. O'rtada game bo'limi, bu bo'limga o'tishni maslahat ham bermayman. U sizni doimo pullaringizni yechib oladi. Mana bu yerda men vazifalarni bajarganman. 3 rubl, 2 rubl, 2 rubllarga. Bu yerda esa 10 ta do'stingizni taklif qilsangiz 10 rubl, 50 tasiga 60, 100 tasiga 150 rubl beramiz degan vazifalari bor va u vazifalarni men hali bajarib ulgurganim yo'q. Bajarib ulgurgan zahotim bu pullar hisobimga tushadi va men hisob raqamimga chiqarib olaman. Bu yerda mana shu referral sistemani ko'rsatib qo'ygan. Hali bu bot yangi. Men uncha odamlarni taklif qilib ulgurganim yo'q. Mana YouTube platformasiga qo'yyapman bu yerda va Telegram kanalimda tashlayman havolani va siz shu havolalar orqali o'tishingiz mumkin bo'ladi botga. Do'stlar, botga investitsiya kiritishni maslahat beraman, chunki hozirgi paytda bunday ishonchli botlar juda ham kam. Bu ham ishonchli emas, bu ham hype projekt, qachondir portlashi aniq. Lekin yaxshigina daromad keltirib ketadi bizlarga do'stlar. Bu yerda biz yaxshigina pul kiritamiz. 500 rubl kiritib qo'ysangiz, masalan, bizni pulga 500 rubl qancha bo'lishini bilmayman. Где-то 75000 pul bo'ladi. 75000 kiritib qo'ysangiz, shunday qilib siz bu botdan kamida 200-300 ming ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi momentda kiritsangiz. Lekin bu videoni chiqqaniga 20 kun bo'lganda ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga bu botga kirishni maslahat bermayman. Chunki u paytda bot o'zi foydani berishni boshlaydi odamlarga. Foyda berib bo'lingandan so'ng bot portlaydi.
o'zini foydasini yig'ishtiradi odamlardan va bot ketdi. Shuman yo'q. U yangi proyektga asos solaveradi. Xuddi shunday qilib do'stlar, bu yerda mana chiqarib olish bo'limini ko'rsak bo'ladi. Men bu yerda mana 44 rubl chiqarib oldim. Withdraft yozib qo'ygan, 44 rubl jo'natildi deb. Bizning hisobimizga 37 rubl bo'lib yetib bordi pul. O'zini komissiyalari, biroz komissiya oldi, boshqa oldi. Shunday bo'lib yetib bordi. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, 18 rubl chiqarsang 4 rubl komissiya olaman deb. Xuddi shunday komissiyalari shunday bo'ladi. Bu yerda depozit qilsangiz ham bo'ladi. Mana 10 dollaringiz 1 dollari 100 coinga teng bo'ladi deb yozib qo'yibdi bu yerda kurs bo'yicha. Xullas mana rublda, Paye'da, Stars'da kiritishingiz mumkin. Pullarni xullas har xil turlarda kiritishingiz mumkin bo'ladi. Withdraft bo'limi ham shunga yaqin. Bu yerda mana Telegram Stars'ga chiqarib olishingiz mumkin. Minimal 100 ta yoki 10 rubl bo'lganda Payer hamyoningizga chiqarib olishingiz mumkin yoki kripto qandaydir birja orqali chiqarib olishingiz mumkin va bank kartasiga ham chiqarib olishingiz mumkin bo'lar ekan 6000 rubl bo'lganda. Bu to'lov qog'ozi. Xohlasangiz ishoning, xohlamasangiz ishonmang. Bot 100% to'lovda investitsiya kiritish sizdan, daromad ham sizniki. Pul ham sizniki, daromad ham sizniki. Men shunchaki sizlarga bu videoda botni obzor qilib beryapman xolos. Bot havolasi kommentariya va opisaniyada bo'ladi. Kirib, bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Telegram kanalimiz ham bor. Kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, xayr, salomat bo'ling. Lekin bir narsani unutmangki, xarajatsiz harakat natijasi 0 ga teng. Xarajat qilasiz, keyin pul topasiz. Bu dunyoda hech kim o'zidan o'zi kelib, "Men senga" deb hech qachon pul berib ketmaydi. Avval pul sarflaysiz, keyin pul topasiz. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.